Mana hozir chakalakzorga olib keldim. Mana chakalakzor bo'yasibdi. Mana ko'ringiz. Mana ahvolni ko'rasizlar. Mana shoxlarni kesib, mana bularni kesib, mana hozir anjirlarni ham oldi taraflarini ochdi. Mana bu ozgina o'tlarni o'rib oldim, yo'llarni ochib olish uchun. Mana ko'rib turganingizdek, shu taraflarni fonli o'tlarni o'rib, tozalab, xudo xolasa, ham uzumlarni sarsa to'g'rilab, ham yo'llarni ochib, keyin ichkariga kirishni boshlaymiz. Ichkariga kirgandan keyin mana ahvolni ko'rasizlar. Mana chakalakzor. Mana shu xonadonni tozalashyapmiz. Mana bu uy ancha bo'lgan, bu hech kim turmaganiga mana to'kilib ketgan ahvolni ko'rasizlar. Qurilish bo'lar ekan, shuning uchun butun tozalab o'tlarni ochib bersak, xudo xolasa keyin bu yoqni buzib o'zingizga ko'tarishadi. Mana turaveramiz shu yerda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qilisanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.